Apa teşi çürük yumuşaq mağaq veremsiz. Talablaringizdan o'rgilay. Bo'ladi chataq yo'q. Maqol. Mağağa keterlik materiallar 1500 gram, şeker 80 gram, xamir turuş 5 gram, tuz 1 gram, süt 250 gram, bir dana tuxum, 40 gram seriq may. Kerakli materiallarni filmning orqaga qo'yib qo'ydim. Lazım bo'lsa rasmga tartib olsangiz bo'ladi. Uyda qilishingizga qulaylik olsun deb bek kichik o'lchamda qildim jumu. Mana siz degan pishiriqlarning hammani ko'ngil qo'yib o'rgatyapman. Yana o'rganganglar bor narsalarni davomli so'z qoldiringlar. Xamirimiz misholat kelganda bo'ldirish qo'yib qo'yamiz. Asosiyatdan bek bo'lib ketmasmi bo'ladi bu xamirimiz. Lekin yaxshi tinmas bo'lmaydi. Maxorimizning xamiri yaxshi tinib oldi. Endi to'rtdan maxo Mana manda qilib ma uchini mavadan o'tkazimiz. Bo'lmasa ichilib ketadi maxoringlar. Mana maxorimizmi tayyor bo'ldi. Mana tayyor bo'lgan maxorimizni qizg'an mayga Mana qizim siz degandek chiqibdimi? Abek tez chiqdi opa. Amiklar sonni mugünmiz. Uyda qilgan oldigan texmi payz pishiriqlarni o'rgatdim.